Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan svarshik nomer 1 va bu videomizda argon nima degan savolga javob beramiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring va argon svarkasini, hamma bilgan argon svarkasini asl nomini bilib oling. Argon svarkasi bu aslida svarka turini nomi emas. Argon svarka o'zi aslida tik svarka deb ataladi. Hamma joylarda argon svarkasi deb atalayotgan narsa o'zi aslida tik svarka deyiladi. Argon esa shunchaki gazni nomi. Bu xuddi elektrosvarkani elektrod deb nomlagandek. Joninglar sog' bo'lsin, o'z fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin va albatta bu videoni bu ma'lumotga ega bo'lmagan yo bu ma'lumot foydali bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Sizlar bilan esa svarshik nomer 1 bo'ldi. Biz sizlarni o'z o'quv kursimizda, o'z o'quv markazimizda kutib qolamiz. Bu video o'zi aslida hamma argon svarka deb bilgan svarka yo'nalishi tik deb nomlanishi haqidagi ma'lumot